06 mashinasini olib qoldik. Bu mashinaga stikla podyomni qo'yib beramiz ikkita oldiga. Keyin senter zamonlarini qo'yib beramiz. Bagaj ochaganlari bilan signalizatsiya ustanobga qilib beramiz. Xudo xohlasa o'z ishlarni boshlamoqda zamondan qo'yishni boshladik. Nari ikkita oldi, orqa eshularga ustanobga qilib qo'ydik. Bu yoqlarga ustanobga bo'lyapti. Ustanobga qilishlarni boshlaymiz. Xudo xohlasa ishlar bo'lyapti. Senter zamonlarni qo'yib bo'ldik. Mana xotirib. Endi shu oyna ko'targanlarni qo'yamiz. Tayyor bo'ldi. Bu mashina 903 Magic'ga qo'yib berdik. Pul tuqplasa oyna ko'targanlargacha ishlayapti. Bu mashinamizga stikla podyomni qo'yib berdik. Sizlar ham qo'ydirsanglar bo'ladi. Olib kelsanglar qo'yib beramiz. Narxlari ancha tushib qolgan. Xudo xohlasa olib kelinglar, sifatli qilib beramiz. Mana o'ng taraf ham ishlayapti. Mana ko'taryapti. Salonni ochsanglar, salon asoshenalargacha yonadigan qilib qo'ydi. Patfannilar yonib o'chyapti bu mashinamizda. Avariykalar yonib o'chyapti. Signallar ishlayapti. Orqa faralar yonib o'chyapti. Nomer asoshenalargacha yonib o'chyapti. Pultimizni mana yopyapti. Ochyapti. Eng ishkallar joy mana pultni bossanglar, bagaj ochaganlargacha ishlayapti. Uncha-muncha Jigulida ochilmaydi bagajlari. Mana bu mashinamizda ochadigan qilib berdik. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, ertasidan akkuratni sifatli qilib elektr montajini ponni full variant qilib beramiz. Bu videoni shunaqa retro svarokalarga jo'natib qo'yinglar. Qasddan nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, sifatli xizmat ko'rsatib beramiz. Salomat bo'linglar.